Assalomu alaykum. Chorvador aka-uka, opa-singillarimiz, chorvador birodarlarimiz, xudo xolasa Alloh chorvani hurmatli obunachilari, sizlar uchun ikki bosh Pashti dehqon akamizdan endi o'zi sho'pirlik qiladi boshqa. Birinchi marta qo'yib ko'ryapti YouTube'ga, xudo xolasa. Yoqsa ekranda nomerlarga aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Mana shu ikki bosh bo'g'oz bor ekan, qo'yib ber degandi. Chiqib mana videosini qilyapmiz. Yaxshi niyatda rizq ko'tarilgan bo'lsa sotilaveradi. Kimgadir nasib qilsa, yoqsa aloqaga chiqib savdosini qilsanglar bo'laveradi. Akalar, mollar sifati zo'r ekan. Xudo xolasa chiroyli, o'zimizning mesli yaxshi mollardan. Xudo xolasa pulini ham yengil qo'yib beradi birinchi qarishiga. Yaxshi savdomiz yaxshi bo'lsa, xudo xolasa keyinchalik ham qo'yib beraveradi, bozorga ham chiqib turadi. Akalar, xudo xolasa mollarni yaxshi boqqan. Suvoy buzuq, ustuvor bo'g'oz deganlarga ustuvor variantidan, qop qorasidan, xudo xolasa orqa ketlari baland, kvadrat korobka liniyasi tekis mol, xudo xolasa ko'rib turganinglardek mollarni yeb ichishiga, sog'lig'iga bir hafta garantiyasini beradi. Uylarda turganda bir hafta garantiyasini, yeb ichishini, sog'lig'ini bemalol ko'rib olaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka tekin, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Vohada akalarimizga ham yordam qiladi xudo xolasa. Bugungi sanamiz 23-avgust 2026-yil. Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixonda bo'ladi. Ma'mur akamizning xonadoniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa ba'zi xonadonda yaxshi mollar chiqarib beramiz. Yo'qsa aloqaga chiqarasizlar. Bitta ma'lumotini tezda beramiz. Ma'mur aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonadonlar. Assalomu alaykum. Tuzimsaga obunachilar, assalomu alaykum. Nechmisizlar? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, ikki bosh molimiz bor. Shu ukamizga iltimos qilib chaqirdik, keldi, ana chiqarib beryapti. Gap bo'lmasam, bitta ma'lumotini bersangiz, mollaringiz gap suvoy buzuq yaxshi mollar ekan. Birinchi molimiz 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. 3 litr suti bor. 3 litr suti bor. 4 litr, 3 litrga olaversang, 3 litrga olishaveradi. 4 oylik bo'g'oz. Qonidagi 4-bolasi. Qonidagi 4-si 3 ta tuqqan. So'skalari zo'r. To'rg'ilini 4 ta joyda. Sog'ib bitta ko'rsatib bering. Bismillah. Telefonda qo'yapti. Yosh, ashi kameramiz ham qo'yapti. Mana behijolat borganda oyoq qo'llarini, yuvoshlarini bemalol ko'rasizlar bo'laveradi akalar. Mollarga 100% garantiya beriladi. Sop-sog' yeb ichib yurgan mollar, o'zimiz mahallamiz bo'ladi. Dalada baqqan mollarimiz. Endi buni yetalab ko'ramiz yo turaversin, endi ikki bosh shu. Ikki bosh. Men yetalab beraman, bo'lmasa bitta ko'rishsin. Oyoq qo'lini yurishtirish-larini. Lekin 6-7 oygacha sog'ib ichib tursa, Ma'mur aka. Ya'ni yaqinlashgandan keyin mol suvoy buzuq ekan, boshqacha katta mol bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Buni yaxshilab yemlasanglar, 6-7 oy bo'yicha sog'sanglar, mol orqalari korobka tekis mol ekan. Buni yemlab qo'ysanglar, mana shu holatiga semirsa, katta mol bo'lib ketadi. Xudo xolasa yaxshi daromad qilasizlar. Puli ham yengil bu molni, xudo xolasa. Uylarini 1.25 ga o'lchab olaverasizlar bemalol. Narxiga nechi pul, Ma'mur aka? Narxiga 24 desam baland bo'lib ketadi, 23,5. Kelishtirib beramiz. O'zimda aloqaga chiqsa kelishaverasizlar. Mashina bor, o'zim vodiy bo'ylab dastavka. Vodiy bo'ylab o'zi yetkazib beraveradi, o'zining mashinasi bor. Xudo xolasa o'zi borib, moldan shunday topshirib sizlarga pul qabul qilib olaverasizlar. Molda chiroyli holatda telefon qilgan odamga kelishaveramiz. Mana shu telefon qilsa kami bor, 23,5 kelishadigan joy bor. Xudo xolasa mana oldi sifati zo'r. Xudo xolasa yaxshi sigir, yaxshi mol bo'ladi. Orqasidan tushadigan mol ham o'zaga ham tekis mol tushadi. Bu ko'tib mol emas ekan. Xudo xolasa qarab parvarishlasanglar foydalanadigan joyi. Ikkinchi molimiz Ma'mur aka. Necha oylik bo'g'oz bu? Bu ikkinchi molimiz 6 oylik bo'g'oz bu. 6 oylik.
6 oylik bo'g'oz. Ikkita tuqqan, uchinchisiga. Uchinchisiga. O'zi yosh mol ekan, buni Yosh turishdi. tishlari ham 8-sini endi ochdi buni. Sakin bitta tishini ko'rsatib beraylikmi mana shuni? Ochamiz? Ochiraver. Baquvvat mol ekan. Qani, 8-sini endi ochyapti. 8-inchilarni chiqaryapti. Chiqarib Hali bo'pti, yetkazgan yo'q. Rost mana uchinchisi mana mol. Uchinchisiga bo'g'oz. Yuvoshliklari ham joyida. Chandirlari zo'r. Mana. Turi ustidagi to'rtta joyda sog'lomligini bemalol tekshirish olaveradi. Chap o'ng tanlamaydi. Yuvoshligi yuvosh ekan. Aslan yuvosh. Buni ham orqasi tekis. Eti ham baland ekan naringga qaraganda. Suti yo'qmi buni? Buni yo'q, suti yo'q buni. Suti yo'q. Chiqarib yuborganmiz. Ha, mol lekin eti yaxshi, to'ni chiroyli, yaxshi mol ekan, yaxshi sigir bo'ladi. Buni Sigirqon deganlar aloqaga chiqarasizlar akalar. 4 oyligida olganman. 4 oyligida o'z boqqan. Ha, video syomkalari bor. Почти ozginasi kam 2 oy vaqti. Ana shu 6 oy debdi. 6 oy bolasi ham tegib qolgandir. Bolasi tegadi. Qo'liga tekiz olsanglar bo'ladi, bo'lmasam bemalol o'zi apparatga tekshirib olasizlar. Почти dehqonchilik akalar. Xudo xolasa pulini yengil qo'yib beradi. Buni ham bitta vaqtga yetalasak bo'ladi. Mana shu yerda o'zida. Mayli, yetaveramiz. Qani, tezjonlar. Sigir qilaman, boqaman deganlar, daromad qilaman deganlar, xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shu Telefondan qo'yapti. Qo'qaro'mol ekan, o'zi mashinada yetkazib olib borib, sizlarga sog' salomat tekshiradi, borganda yurish turishini, yeb ichishini, hamma yo'g'ini bemalol ko'raverasizlar. Ishonarli, ishonchli, halol odam, xudo xolasa olib baraka topasizlar. Bozorda ham olib sotarlarga ham foydalanishga beradi, baraka topib foydalanishadi. To'g'rimi, aka? To'g'ri. Narxiga necha pul qo'yib beramiz buni? Buni narxini endi bozorda olib chiqadigan bo'lsa 28-29 30 ham bor aynan deyaveradi. Bozor emas, yaqinroq qilib ayting, xudo xolasa aloqaga chiqsin birinchi chiqarishingizda. 27 emas, 26,5 ga xudo xolasa O'zbekiston nimani vodiy bo'ylab Dastlabki dastavkasi bor. Kami bor. Kami ozgina kami bor lekin Kelishadigan joyi bor, aloqaga chiqarasizlar, mol zo'r xudo xolasa. Ko'rib turganlaringlardek. voqalarga kelishaveramiz. Turishini qarang, jonivor. Mana shved to'mib bo'lsa ham 35-40 millionlab ketadi, lekin o'zimizning iste'mol chiroyli, yaxshi mollar. Shvedlardan qolishmaydi akalar. Yetkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol savdosini qilib, uyda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, so'rab olaverasizlar, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, yana ham kelishtirib beradi. Hammanglarga e'tiborlar uchun rahmat. Yana mollari ham bor. Xudo xolasa yana davomiy chiqarib beramiz. Xudo xolasa va savdosini bersin, olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Hammanglarga rahmat.